Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. O'zimni fikrimni aytay. Mana bu oxirgi otishmalar haqida. Otishma desak, 8 tami, 9 ta ICE ofitseri bitta shu amerikanец, AQSh fuqaro o'ldirgani haqida. Otib o'ldirgani. Bu yerda nima bo'lganda har xil fikrlar bo'lyapti. Mendek o'zimning endi fikrim, chunki men ham ko'pmi, kammi 10 yildan ortiq shu Amerikan armiyasida xizmat qilgan. To'g'rimi? Har xil joylarga borgan. Bular bilan birga men mashq qilgan. Masalan, bilaman-ku bularni. Endi biza deb gapiraylik. Qachon biza o'tamiz? Endi biza deganim shu amerikanlarni ham aytyapman. Shular bilan ishlab, o'sha men bilaman-da bularni. Qachon otishini, qachon ruxsat bor buraga otishga, qanaqa holatda otadi odamni. Hamma joyda почти bir xilda nima? Instruksiya. Lekin bitta narsani ham aytish kerak. Endi birinchidan u bolani otganida u instruksiyaga umuman ular nima qilmagan. Rioya qilmagan. Bu birinchidan. Endi bu ikkinchi tarafini aytaylik. Eng muhim tarafini. Endi bular bilan ishlaganman, bilaman bularni. Bularning ko'pi vohmachi. Yomon vohmachi. Masalan, yomon vohmachi. Mana endi kim shu videoni ko'rgan bo'lsa, u videoda nima bo'lyapti? 8 kishimi, 9 kishi u bolani shu bolaga oddiy telefon olayotgan paytda itarib oxiri yerga yotqizadi. 8 tasi, 9 tasi birdan tarmashadi. Har tomondan. Keyin bittasi, hali u 8 tami, 9 tanidan tashqarida ko'radiki, u bolani pistoleti bor orqasida. U pistoletda ham ruxsat bor olib yurishga. To'pponchasini. Bu Amerikada qonun bo'yicha mumkin. Orqasida turibdi. Endi bu yerda hamma 8 kishi har tarafdan ko'rmayapti uni qayerda, masalan, to'g'rimi? Pistoleti bormi yo'qmi? U bittasi ko'rib qoladi, pistoleti bor. Bu u ofitser, ICE ofitseri boradi-yu, qo'shiladi mana shu 8 ta 9 ta odamga. O'zining nima ofitserlariga qo'shiladi-yu, qo'li bilan uni pistoletini orqasidan oladi. Pistoletni orqasidan oladi. Bo'ldi, oladi. U pistoletini olganini ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Chunki u narsa tez bo'ldi. Ofitserlar har tomon turibdi. Xo'p, pistoletni olgandan keyin oldimi? Olgandan keyin boshqalari ko'radiki, pistoletni qo'yadigan nimasi bor-ku o'zi. Bir xaltachasi deb, barsetmi nima deydi shu pistolet tiqadigan narsasini u boshqa ofitserlar ko'radi. Boshqa ofitserlar ko'radiki, u pistolet qo'yadigan narsa bor-u, lekin pistoletning o'zi yo'q. Bular vohmaga tushadi. Bular o'ylaydiki, endi bu meni shaxsiy fikrim. Bular o'ylaydiki, u pistolet hozir uni qo'lida, bizni otishi mumkin deb bular birdan otishni boshlaydi. Bitta odam bu yerda otmaydi. 3 ta 4 ta ICE ofitseri pistoletini olib taqar otadi. Nimaga? Chunki hozir otmasa, u aylanadi-yu, bularni otadi. Shunaqa bo'ldi deb bu meni fikrim. Chunki bunaqa darajada qurolsiz odamni prosta 8 kishi yerga qo'yib, hammani oldiga otishib bunaqa mumkin emas-da. Men bularni vohmachi ekanligini bilganimda bilaman, chunki bular sal narsaga vohma qiladi. Bu Afg'onistonda ham men qancha ko'rgan bu narsani, o'zimiz trofka qilganda ham qancha ko'rgan biza, sal narsaga vohma qilib ketadi bular. Xuddi shunaqa bo'lgan. Agar videoni ko'ringlar, mana 8 kishi, 9 kishi uni bolani yerga yotqizadi, hamma har tarafdan. Bu bittasi umuman boshqa joydan keladi-yu, ularga qo'shilib pistoletini orqasidan ko'radi-yu, oladi. U pistoletini olganini ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, oldimi nimasi ko'rinadi, pistolet bor joy orqasidagi mana shu nimasi turadi, qapchiqmi nima bo'ldi dedi. Krishkami, shu holstermi, mana shu pistolet qo'yadigan narsasi uni ko'radi-yu, bular vohmaga tushadi. Shuning uchun keyin bular otishni boshlaydi. Bu meni fikrim, to'g'rimi? Endi bular nima deyapti? Nimani DHS da, davlat xavfsizligining eng kattasi NOIM nima deyapti? Keyin nima ham border patrol ham, chegarachilarning kattasi nima deyapti? U bola deyapti, pistoleti bilan deyapti,
bizni xodimlarimizni oldiga o'qtalib keldi. Ularni otmoqchi bo'lgan paytda deyapti, biz uni to'xtatdik. Uni maqsadi deyapti, bitta ofitserni emas, bir nechta ICE ofitserlarni o'ldirish edi. Shuning uchun biz uni nima qildik deyapti. Shu otishga majbur bo'ldik deb shu gapni aytyapti. Lekin videoni ko'rsangiz, u pistolet bilan umuman kelgani yo'q. Telefonni ko'tarib, telefonga olyapti. Bu birinchisidan. Ikkinchisidan u aytgan gapim. Uni pistoletini bular bittasi ko'rib, orqasidan olib, olgandan keyin boshqalar уже vahimaga tushib, uni otyapti. Pistolet qani deb. Chunki buni o'zini, ofitserlardan bittasi pistoletni olganini даже ular ko'rgani yo'q hammasi. Otishni taqir-taqir boshlayapti. Shunday qilib bu уже ikkinchimi, uchinchi AQSh fuqarosini ICE o'ldirishi. Men o'ylaymanki, bu o'zi 2 hafta oldinmi, 10 kun oldin bittasi ayolni o'ldirdi. Bu endi mana buni o'ldirdi. Shuncha voqeadan keyin ham bular shu ishni qilayotgan bo'lsa, demak bularga davay deganda, bemalol deganda. Ko'rasizlar, noyabr bo'lsin, demokratlar kelsin, bu Trampni yo'qotsin, respublikanslarni kongressdagi joyini egallab olsin. Keyin o'yinlar boshqacha bo'ladi o'rtoqlar. Bularning hammasi qamaladi bitta-bitta.